Uchburchakning bisektrissiyasi demak. Uning asosiy xossalariga o'tamiz. Mana bu A, mana bu B tomon bo'lsa, mana bu qandaydir S bo'lsa, qandaydir mana shu uchburchak bisektrissiyasi o'zi asosan xossasi. O'zi chiqqan burchak teng 2 ga bo'lib chiqadi. Tushunarlimi? Endi o'zi tushgan tomonni qandaydir bx, mana bu tomonni esa ax nisbatda bo'ladi. Endi bx plus ax ni yig'indisi s ga teng bo'ladi. Tushunarlimi? Bisektrissiyaning asosiy xossasi shu. O'zi tushgan tomonni hech qanday bx va ax nisbatda bo'ladi va burchakni tengga bo'ladi. Masalan, olmish bo'lsa burchak. Bundan chiqqan bisektrissiya buni 30-30 bo'lib qo'yadi. Tushunarlimi? Shu xossasi asosan. Yuzani hech qanday nisbatda bo'lish degan xossasi yo'q. Xo'p, endi bisektrissiyani xossasi bor, formulasi bor, original formulasi. Masalan, a tomonga tushgan formulasi. A, B, S bo'lsa, masalan, A tomonga tushgan LA ilzosti 2AB A2BS AB plus S plus A B plus S minus A taqsim B plus S bo'ladi. Mana shu. Qaysi tomonga tushgan bo'lsa, o'sha tomon aytilmaydi. Tushunarlimi? Mana shu formula qo'shsalang, bisektrissiyaning formulasi kelib chiqaveradi. Endi yo'ldagi misollarni o'rgatib ketaveramiz. Birinchi misol. Bu yoq 4 bo'lsa, bu yoq 7 bo'lsa, alfa alfa. A ni B ga bo'l deb aytyapti. Qanday topamiz buni? A ni B ga bo'lishdi? 4 ni A ga bo'lish, 7 ni B ga bo'lish topish kerak. Buni bunga ko'paytmoq qilamiz. 4 taqsim 7 teng A taqsim B bo'lib qoladi mana javob. Tushunarlimi? Xo'sh, ketdik. Keyinlari ham shunday so'ragan. 3 masalan. Bu yoq 9, bu yoq 12 bo'lsa, bu yoq x, bu yoq 6 ekan. Buni tomonni bunga nisbati, bu tomonni bunga nisbati teng bo'lishi kerak. 9 ni 6 ga bo'lsam, 12 ni x ga bo'laman. Endi hisob kitob qilsak necha chiqadi bu? 3 ga qisqartiradigan bo'lsak, 3 ga qisqartiradigan 2 bo'ladi. Bu bilan kelsa 4, x buni bunga proporsiya qilsak, x ning 8 kelib chiqib qoladi. Tushunarlimi? Xo'sh. Bu tushunarli bo'lgan bo'lsa, 6-misol endi. 6, 7, 2x 2x plus 1 taqsim 2 deyapti. Buni bunga ko'paytiramiz. 6 ko'paygan 2x plus 1 taqsim 2 teng 7 ko'paygan 2x. Ichkari ko'paytirsak 12x plus 3 teng 14x bo'ladi. Buni bu tomonga tutsak x teng 3, x teng shundan 3 taqsim 2 bo'ladi mana shu. Bo'ldi, o'zi x so'ragan. Xo'sh, ketdik. 8 12 16 bo'lsa, jami 14 bo'lsa. Mana bu 12x bo'ladi, mana bu 10x bo'ladi-ku. 12x ga plus 10x qo'shsak nimaga tenglaymiz? 14 ga tenglaymiz. Chunki o'zlari mos nisbatda bo'ladi degan xossani o'rgatdik boshida. 22x teng 14 bo'ladi. X teng necha bo'ladi shunda? 2 ga qisqartirsak 7, 2 ga qisqartirsak 11 bo'ladi. 7 taqsim 11 bo'ladi. Bizga A ni va D ni top deyapti. A D degani nima degani edi? Mana bu yerga A D x. A D degani 12x. X o'rniga 12 ko'paygan x o'rniga chiqamiz. 7 taqsim 11. Hisob kitob 84 taqsim 11 chiqadi. D S deganichi 10x. 10 ko'paygan x o'rniga qo'yamiz. 7 taqsim 11 javob 70 taqsim 11 chiqar ekan. Tushundingmi? Yo'qqa so'raveramiz. Qaranglar, mana bu nima bo'lardi? O'zi yig'indan topsak bo'ladi-ku 90 bo'lgani uchun. Buning kvadratiga buning kvadratini qo'shsak necha bo'ladi? 36 ga plus 9 ni qo'shsak 45 mi? 45 degani nima degani? 3 ildiz 5 mi? Ha? Xo'sh, mana buni nima desak bo'ladi? Demak, bu yoq x bo'lsa, bu 3 ildiz 5 minus x desak bo'ladi. Buni bunga nisbati, buni bunga nisbati. Ya'ni boshqacha xossa qiladigan bo'lsak, buni bunga ko'paytmas, buni bunga ko'paytmas teng bo'lishi kerak. Ya'ni 3x teng 6 ni ko'paytirsak 18 ildiz 5 minus 6x bo'ladi. Buni tomonga tutsak 9x teng necha bo'ladi? 18 ildiz 5 bo'ladi. X teng necha bo'ladi? 2 ildiz 5 chiqar ekan.
Tushunarlimi? Endi 12. Mana bu x ekan, mana bu 8 ekan. Mana bu 4, mana bu x ekan, to'g'rimi? Bunda nima deyapti? Mana shu bisektrisi. Buni bunga ko'paytmasi, buni bunga ko'paytmasi teng boya xossa bo'yicha. X kvadrat teng 32 bo'ladi, x teng necha bo'ladi? 4 ilduz 2 bo'ladi. Tushunarlimi? 12 bo'ladi ekan. 13. 13. 13 ham shunaqa 15 ni ko'raylik. Mana bu yer x ekan, mana bu yer 5 ekan, mana bu yer 3 ekan. Bo'lsa shunday bo'lsa, alfani top deyapti. Alfa mana bu yerim alfa bo'lsa. Buni a desak, buni bunga ko'paytmas, buni bunga ko'paytmas. 5 a teng 3x bo'ladi. Bitta a topsak 3x taqsim 5 bo'ladimi? 3x taqsim 5 bo'lsa, buni bunga ko'paytmas teng bo'ladimi shunda? Xo'sh. A ni 3 ga nisbati, x ni 5 ga nisbatiga teng bo'lsa, a teng 3 taqsim 5 to'g'ri ekan. Demak, 15 ta nimani so'ragan bizda? A sini so'ragan. Xo'sh. 0.3x. Ha. Mana bu yer necha chiqdi? Mana 3 burchak boshqatdan chizadigan bo'lsak, mana bu yer 8, mana 0.6x, mana bu yer necha chiqyapti? X chiqyapti. Shunda bitta nomani bitta tenglama bo'ladimi, yo'qmi? Buning kvadratini qilsak, bu kelib chiqishi kerak. Chunki 90 gradus. 64 plus 0.36 x kvadrat teng x kvadrat deb. 0.64 x kvadrat teng 64 bo'ladi. 100 ga ko'paytirsak 64 x kvadrat teng 6400 bo'ladi. X kvadrat teng necha bo'ladi shu? 100 bo'ladi, x teng 10 chiqadi. Bo'ldi, x so'raganda bizda. Tushunarlimi? Tenglardi. 5 tasi shunaqa ekan. Shunaqa. Bisektrisidan so'rabdi. 21 endi. 8 12 mana bu x ekan. Mana bu 6 ekan. Ana shu bisektrisidan so'rayapti bizdan. Qanday topamiz bisektrisidan? Mana bu a desak, buni bunga nisbati, buni bunga nisbati, buni bunga ko'paytmasi-ku. 8a teng 72, a teng necha bo'ladi? 9 bo'lar ekan. Bu 9 bo'lsa, L bisektrisidan topish formulasidan qilsak ham bo'ladi. Yana bitta L bisektrisidan formulasi bor, qaranglar. Masalan, L a bo'lsa, mana bu a b L s deylik. M n bo'lsa, L s teng a b minus m n bo'ladi. Yana bitta zo'r formulasi. Tushundikmi? L s ni topsak, ha. Endi ikkovini ko'paytmasi nechi? 96 minus ikkovini ko'paytmasi 54. Ayirib qo'ysak necha bo'ladi? 42 emasmi? Tushundingmi? Bo'ldi. 21 da mana shuni ishlaysizlar. Keyingilari ham mana shunaqa ekan. 27 endi. Mana bu 10, mana bu 8, mana bu 12, mana bu x. Mana bunda bu 10x bo'ladi-ku, bu necha bo'ladi? 8x bo'ladi. O'zining nisbatda bo'ladi-ku, o'zaro nisbatda. Demak, 10x ga plus 8x qo'shsak nechaga tenglaymiz? 12 mi? 18x teng necha bo'ladi? 12 bo'ladi. X teng necha bo'ladi? 2 taqsim 3 mi? 6 ga qisqartirib olsak. Demak, mana bu nechaga teng ekan? 2 taqsim 3 qo'ysak 20, 16 taqsim 3. Bu yer necha bo'lar ekan? 20 taqsim 3 bo'lar ekan. Demak, x ni qanday topardik? Va formula mana bu formula. 2 ni ko'paytmasi 80. 2 ni ko'paytmasi necha bo'ladi? 320 taqsim 9 bo'ladi-da. Buni ko'paytirsak 720 minus 320 taqsim 9. Qanday bo'ladi bu? 400 taqsim 420 taqsim 3 desa bo'ladi, to'g'rimi? Tushunmadingmi? 27 shunday. 31. 31 da qanday ishlaymiz? Ketdik. Mana bu 8, mana bu 12. Mana bu 30, mana bu ham 30. Bo'lsa mana x top deyapti. Shu x ni qanday topamiz endi? Mana bu yer.
Xo'p, shu formulada osonroq chiqarishning yo'li bormi? Ha, mana bu 12A, mana bu 8A bo'ladi. Ha. Osonroq yo'lini izlash kerak 31 da. Shu 31. Shunday bo'lsa. Qarang, bunday qilamiz bo'lmasa. Bitta uchburchak bo'lyapti deb 12 mana bu 8 deymizda, mana buni A deymizda qandaydir. Mana olmishlar deymizda, kosinus teoremasi qilamiz. A kvadrat teng 144 plus 64 minus 2 ko'paygan 96 ko'paygan kosinus alfa 1 taqsim 2 bo'ladi. Endi hisob kitob qilsak necha bo'ladi? 2 necha bo'ladi? 208. 208 dan nechani ayiramiz? 96 ni ayiramiz. 2 1 112 mi? Ildiz 112 ekan. Ikkovini yig'indisini 112 ga tenglaymiz. Bu ildiz 112 dan necha ildiz chiqadi taqriban? Necha? 4 ildiz 7 ni bu ikkovini yig'indisini tenglaymiz. 2 20 A bo'ladi. Ularni buni qisqartsak 5 qoladi. 5 tomonga bo'lmasa qilsak ildiz 7 taqsim 5 qoladi. Teng A. Keyin bizdan mana bu yerga qo'ysak 8 ildiz 7 taqsim 5. Bu necha bo'ladi? 12 ni qo'ysak 12 ildiz 7 taqsim 5 qoladi. X nima chiqadi shunda? 2 ni ko'paytmasi 96. 2 ni ko'paytmasi necha bo'ladi? 96 ko'paygan 7 taqsim 25 bo'ladi. Buni ko'paytirib ayirib hisoblab qo'ysalaring javob to'g'ri chiqadi. Bo'ldi, rasmga o'yinlar qani endi?